Assalomu alaykum hammaga. Mana 10 tonnalik Isuzu yuk avtomobili ham gaz o'rnatish jarayonida hozir. Avtomobilimiz deyarli tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Avtomobil har ikkala tomonda zapravka qilish uchun joy mavjud. Zarur holatlarda barcha gaz ballonlar bekitib qo'yish uchun kraynik. Dvigatel qismiga keladigan bo'lsak, Koreyada ishlab chiqarilgan komplekt CGS zapchastlar o'rnatilgan hamma joyiga. Ko'rishingiz mumkin mana. Elektronniy zaslonka, bobina, svichi, kabellar, ikkita CGS reduktor, mumkin. Datchiklarga keladigan bo'lsak, havo bosimini aniqlovchi map datchik, temperaturani aniqlovchi temperatura datchik, dvigatel zajganasini aniqlovchi datchik ko'rishingiz mumkin.